Katta farzandlar odatda qanaqa o'qiydi? 24 yillik faoliyatim davomida shuni bildimki, katta farzandlarda mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Ya'ni ularda sen kattasan degan gap ko'proq aytiladi. Ular o'sha ta'lim jihatdan ham ularda o'qish nimasi mas'uliyati kuchli bo'ladi. O'rtancha farzandlar odatda qanaqa o'qiydi? Katta farzandlarga nisbatan e'tibor kamroq bo'ladi ota-ona tomonidan. Ya'ni demoqchimanki, ota-ona tajribaga ega bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ularda ta'limga nisbatan o'qiymi, o'qimaymi degan ikkilanishlar ko'p bo'ladi. Agarda o'rtancha farzandga ham ota-ona tarafidan yaxshi e'tibor berilsa, u farzand ham natijaga chiqa oladi. Kenja farzandlar qanaqa o'qiydi? Erkinlik bor. Ya'ni agarda yaxshi kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsa, oldiga qo'ygan kasbiga intilsa, biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni o'sha kichkina farzandlar erkin shaxs, ular erkin. Kichkina farzand agarda qanaqadir kasbga qiziqib qolsa, yaxshi ko'rgan kasbiga qiziqib qolsa, albatta unga yetadigani yo'q. Ajoyib, xalqaro mudarris maktabiga ham ko'pchilik ota-onalar 3 ta 4 ta farzandini berishadi. Yana bitta savolim bor. Qizlarda ham xuddi shunaqami? Ha, to'g'ri savol. Keling, shuni kuzatuvchilarimiz kommentariyaga yozib qolishsin.